sifatli audio ishqibozlarni barchasini qutlayman. Agar zavod magnitofoni sust bo'lsa-yu, sifatli ovoz istasangiz, nima qilish kerak? Avvallari ko'plab kabel va qurilmalar o'rnatishga to'g'ri kelardi. Bugun vaziyat o'zgardi. Qo'limda DSP-X protsessorli kuchaytirgichi. Bu avtomobil audiosi olamida haqiqiy Shveysariya pichog'i. O'lchami birozgina smartfondan kattaroq, lekin unda 4 kanalli kuchaytirgich va 8 kanalli protsessor mavjud. Siz iTunes kanalidasiz. Mening ismim Pavel va biz boshlaymiz. Chet tilida qo'shiq aytyapti. Mana bu qo'lingizdagi maxsus playerda 20% katta chegirma olish bo'yicha barcha kerakli ko'rsatmalar va batafsil yo'riqnomalar yozilgan. Buning uchun mahsulotimiz haqida qiziqarli video obzor suratga olasiz va uni o'zingizning ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifalaringizga ochiq holda joylaysiz. Shundan so'ng bizga ushbu videoning to'g'ridan-to'g'ri havolasini yuborasiz va biz sizga rasmiy saytimiz orqali xaridni amalga oshirishingizda foydalanish uchun 20% miqdoridagi maxsus chegirma taqdim etamiz. Orqa tomonida ijtimoiy tarmoqlarimizga kodlar bor. Albatta obuna bo'ling. Brendli hid chiqaruvchi aromatizator va 2 zo'r stiker, Splashow va Active Sound for Fanatics. Akustika va quvvat ulash uchun sim to'plami. Kompyuterda ilova orqali sozlash uchun tuz kabeli. Infraqizil boshqaruvli pult. Bu quyidagicha ko'rinadi. Pult qanday ko'rinishini tushunarli. Infraqizil boshqaruv mana bunday. Jekni kuchaytirgichga ulaymiz. Lampochka esa pult ko'rinadigan joyga qo'yiladi. Shunda pultdan protsessorga signal boradi. Bu qulay, masalan, musiqa tinglayotganingizda, tashqi manba yoki fleshkadan. Pult shu qutida keladi. U alohida sotib olinadi, ya'ni kuchaytirgich to'plamiga kirmaydi. To'plamda 2 Active va Splashow stikerlari, chegirma flyeri, kafolat taloni va foydalanish qo'llanmasi mavjud. Asosiy sharhdan oldin audio protsessor nima ekanligini tushuntirib o'tmoqchiman, chunki uning vazifasini hamma ham yaxshi bilmaydi. Qarang, uyda akustika tinglaganda odatda oldimizda 2 karnay bo'ladi. Siz markazda o'tirganingizda ovoz sahnasi ham aynan markazda bo'ladi. Mashina salonida esa vaziyat butunlay boshqacha. Odatda midbaslar oyoq ostida, pishchaklar esa oyna darajasida bo'ladi. Orqada koaksial dinamikli akustika joylashgan. Shunday qilib, chap pishchak chap qulog'ingizdan o'ttiz, 50 masofada joylashadi. O'ng pishchak 4 marta uzoqroqda, bu mashina kengligida. Midbaslar noaniq, chapdagisi tizzaga, o'ngdagisi qoplamaga qarab chaladi. Orqada akustika bor. Gohida orqada ham komponentli akustika, ya'ni midbas va pishchaklar bo'ladi. Shunday o'tirganingizda chap pishchak qulog'ingizga uriladi. Va rulda ketayotganingizda butun audio sistemadan faqat chap pishchakni eshitasiz. Aynan shunday vaziyatlar uchun audio protsessor kerak bo'ladi. Bu esa quyidagi funksiyalar yordamida amalga oshiriladi. Birinchisi, bu vaqtinchalik kechikishlar, vaqtni to'g'rilash. Avval aytganimdek, chap pishchak sizdan 50 sm masofada joylashgan. O'ng pishchak 1,5 metrda joylashgan. Ovozli sozlash orqali chap pishchakka aytamiz, o'ng pishchakdan 5 millisekund kech chal. Shu bois tovushni har 2 quloqqa olamiz. Shunday qilib har dinamik va kanalda takrorlaymiz. O'ng va chap midbas va orqa akustika, bular esa alohida sozlanadi. Ovoz sahnasini yaratishda keyingi bosqich crossover orqali chastotalarni ajratishdir. Twitter, midbas va boshqa akustika oz diapazonida ishlashi shart. Audio protsessorda Twitter, o'rta chastotali dinamik, midbas va subwooferni qo'lda sozlash mumkin. Har bir dinamik uchun mos chastota diapazoni va kesish qiyaligini tanlab olamiz.
To'g'ri ovoz sahnasiga erishish uchun esa batafsil ekvalizatsiya muhim hisoblanadi. Shuningdek, 31 polosali ekvalizerda har bir dinamik chastotasini to'g'rilash, balandliklarni sozlash va midbasdagi keraksiz rezonanslarni yo'qotish mumkin. Plastik jaranglasa buni ham ekvalizerda tuzatish imkoniyati mavjud. Yakuniy jihat esa signal darajasi va fazani sozlashdir. O'rnatishda dinamik plus-minusini adashtirsangiz, buni dasturda tuzatiladi. Dinamiklar darajasini sozlab, midbas tweeterni bosmasligi va subwoofer ajralib turmasligini qilsa bo'ladi. Tizim muvozanatli va to'g'ri yangraydi. Endi audio protsessorimizga o'tib, tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Korpus alyuminiydan juda zich va sifatli egilgan, qimirlamaydi, shovqin chiqarmaydi, monolitdek tuyuladi. Sovutish passiv tarzda amalga oshiriladi. Bu degani hech qanday ventilyator shovqini bo'lmaydi. U bemalol o'zini sovutadi. Endi esa yon tomonlarga qaraymiz. Bir tomonda bizda masofadan boshqarish pultini ulash uchun razyom joylashgan. Bu haqda keyinroq gaplashamiz. USB tipi fleshkadan musiqa tinglash uchun optik kirish. Protsessorni sozlash uchun USB ulanishi va infraqizil boshqaruv pultini ulash uchun razyom mavjud. Boshqa tomonda USB tipi joylashgan. U orqali telefon yoki playerdan tinglash mumkin. Quvvat ulagichi, past darajali kirish, 4 ta juftda chiqishi va akustik blok ulagichi bor. Optik signal yoki rta orqali tinglasangiz, yuqori darajali yoki remote kabeldagi signalga qarab yoqish rejimini tanlash imkoni bor. Qurilma har qanday kirish signali turlari bilan ishlaydi. Endi esa texnik xususiyatlarga o'tamiz. Protsessor 24 bitli Asahi kassett chipida ishlaydi. Chastotasi 192 kHz ni tashkil etadi. Ko'p avtoaudiochilar bunday chiplarni eshitishgan. Ular ko'p qurilmalarda ommabop va bozorda o'zini oqlagan. Protsessor 8 kanalli bo'lib, ko'plab audio tizimlarni, jumladan klassik 3 polosali yoki zamonaviy 2 polosali old, orqa va subwooferli tizimlarni yaratishga imkon beradi. Aytgancha, siz qaysi audio tizim tarafdorisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men subwooferli 3 polosali tizim yoqlayman. Protsessorda 8 kanaldan tashqari sinfidagi 4 ta kuchaytirgich kanali bor. Bu yuqori samaradorlik va kam qizishni beradi. Chiqish quvvati 4.50 Watt, 2.100 Watt. Ushbu qurilma 2 ohmda ham barqaror ishlaydi. Bu quvvat old akustika tizimini qurishga yetarli, ayniqsa akustikangiz 2 ohm bo'lsa. Avto yoqishdan tashqari yuqori darajali kirishlarda aldovchi tizimlar bor. Ko'p zamonaviy avtomobillarda magnitola qarshilikni sezmasa xatolik beradi. Standart dinamiklarni olsangiz, asboblar panelida xatolik chiqadi. Buning uchun esa bizda aldovchi qurilmalar bor. Ular dinamikni taqlid qilib, xatolikni yo'qotadi. Protsessor moslashuvchan, u deyarli barcha audio fayllarni, jumladan MP3, FLS va WAV-ni o'qiydi. Shunchaki fleshkani unga tiqasiz va masofadan boshqarish pulti yordamida boshqarasiz. Shuningdek, unda 5.1 versiyali Bluetooth modul va aptix kodeki mavjud. Bu esa telefondan musiqani to'g'ridan-to'g'ri sifatli uzatish imkonini beradi. Endi kompyuter ilovasini ko'rib, foydalanishni o'rganamiz. Avvaliga ekran yozuvini ko'rsatmoqchi edim, lekin tayyor avtomobilda ilova ishini suratga olish imkoni bo'ldi. Undan foydalanamiz. Shu tizimni o'rnatdik. O'rnatuvchilarga mashina Harmony platformasi va Harman Kardon tizimida yuqori signalni to'g'ridan-to'g'ri kuchaytirgichga ulab bo'lmaydi. Maxsus o'zgartirgich kerak. Bizdagi o'zgartirgich 32 voltgacha chidaydi. So'ng signal uzatiladi. Midbaslarga 2-300 kuchaytirgichini qo'llaymiz. Shuning uchun bu yerda quvvat cheksiz.
har qanday midbaslar uchun ham quvvat yetadi. Ya'ni bimi uchun bozordagi barcha midbaslarni qiynalmasdan kuydirib yuborishi mumkin. Unda quvvat juda ko'p. Endi ilovaning oziga o'tamiz. Mana ilovaning kompyuter versiyasi shunday. Monitorimda aksim ko'rinib, ekran yozuvini ko'rsatmaganim uchun uzr. Hammasi dala sharoitida bo'lyapti. Studiyada olishim kerak edi, lekin texnik sabablar bilan ko'chada qilyapman. Bu yerda juda yorug', yashirinish qiyin. Xullas, boshlaymiz. Pastki qismda bizda protsessorning 8 ta kanali joylashgan, to'g'rimi? 1 dan 8 kanalgacha ko'ryapmiz. Chapda umumiy ovoz balandligi joylashgan. Bu yerda uni sozlash va kechikish birligini mis yoki sim tanlash mumkin. Kechikishlar haqidagi bu ma'lumot o'rnatuvchilar uchun muhim. E'tibor bering, vaqt kechikishlarini 25 millisekundgacha sozlash mumkin. Bu taxminan 8,5 metr, bu juda yaxshi ko'rsatkich. Bozordagi har qanday protsessorli kuchaytirgich bunday katta vaqt kechikishlari bilan maqtana olmaydi. Xatolik bo'lsa, plus-minusni adashtirsangiz, bu yerda fazani o'zgartirish va har bir kanal balandligini alohida sozlash mumkin. Masalan, orqani pasaytirib, oldini balandlatish mumkin. Har kim uni alohida o'rnatadi. Yuqorida faktori sozlanuvchi 31 diapazonli ekvalizerni ko'ramiz. Ekvalizer nima ekanligiga to'xtalib o'tirmaymiz. Tushunarli. Chastotani to'g'rilaymiz. Hammasi oson, ravshan. Ilovaning chap qismida crossover joylashgan. Keling, tezda uning qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Mana 4-kanalni tanlaymiz. Bu aynan orqa ong dinamik. Mana qarang, 3 xil filtr turi bor. Butterworth filtri bor. Link with relay va Bessel ham mavjud. Doim Butterworthni ishlataman, u qulay. Mana pastki chastota. Bu yerda esa yuqori klimat bor. Eshikda o'rnatilgan dinamiklar 10 santimetrli orta diapazonli bo'lgani uchun ularni sozlaymiz. Masalan, keling 200 Hz qilib qo'yamiz. Ikkinchi tartibda, ya'ni pastdan dinamiklar bizda 200 Hz dan ikkinchi tartibda o'ynay boshlaydi. Yuqoridan esa umuman cheklanmagan. Oxirigacha o'ynashadi. Ko'ramiz. 1000 Hz ga cheklov. Birinchi tartibni qo'ydim va darhol sezildi. Yuqori chastotalar yo'qoldi. Endi ovoz ham biroz yasib olib qoldi. Tushunarli. Filtrsiz hammasi tiklanadi, yuqori o'rta chastotalar qaytadi. Siriz qiyaligi nima? Bu yerda ko'rsatilgan. Pastki yo'lak. E'tibor bering. Oktavaga 6 desibel, eng yumshoq pasayish, eng keskinrogi esa oktavaga 48. Ya'ni bizda u 200 Hz dan boshlab darhol pastga tushadi. Pastda dinamik ovoz chiqarmaydi. Shuningdek, e'tiboringizni mikshirovka funksiyasiga qaratmoqchiman. Bu tizim tovushlarni aralashtirish, ya'ni musiqani tashqi manbalardan eshitish imkonini beradi. Masalan, siz protsessorga Bluetooth orqali ulanmoqdasiz, to'g'rimi? Ya'ni mos ravishda tovush sizda to'g'ridan to'g'ri telefondan chiqadi, to'g'rimi? Masalan, ushbu avtomobilda parktroniklar dinamiklarga chiqariladi. Masalan, mikshirlash funksiyasi mavjud bo'lmasa, to'xtash sensorlarining ovozi eshitilmaydi. Bu yerda ushbu funksiya bor. Shuning uchun Bluetooth yoki USB orqali HRS playerda musiqa tinglaganda ham to'xtash datchiklari ovozi karnaylarga chiqadi. Ya'ni sifatli musiqadan bahramand bo'lishingiz mumkin hamda avtomobilning standart funksiyalari ham to'liq ishlaydi. Ilova tafsilotlariga chuqur kirmayman. Videoni zerikarli uzun ma'ruzaga aylantirishni istamayman. Internetda audio protsessorni qanday sozlash bo'yicha juda ko'p video darsliklar bor.
Shuning uchun, agar sizga qiziq bo'lsa, istalgan videoni topib ko'rishingiz mumkin. Endi esa men sizga DISP 8 hid va DISP 10 hid protsessorlari uchun masofadan boshqarish pulti haqida gapirib beraman. Pult ixcham, o'lchami 60 ga 35. Qulaylik uchun OLED displeyga ega. Boshqaruv aylantirma enkoder orqali bo'ladi. Ushbu pult orqali umumiy va subwoofer ovozini alohida sozlash va protsessorni mute, ovozsiz rejimga o'tkazish mumkin. Shuningdek, oldindan o'rnatilgan presetlar hamda ovoz manbalarini tizim sozlamalariga kirmasdan, masofadan pult orqali osongina tanlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, hozir radio tinglayapsiz, lekin fleshkadagi xires musiqani eshitmoqchi bo'lsangiz, shunchaki manbani tanlang va sevimli triklaringizdan zavqlaning. Xulosa qilsak, DISP 8 hid protsessorli kuchaytirgich haqiqiy sifatli ovoz olamiga sizning ideal chiptangizdir. U o'zidagi ko'plab funksiyalar va boy jihozlanishi bilan har bir sarflangan so'mni oqlaydi. Siz bilan birga Pavel va Akfa kompaniyasi edi. Rahmat. Like bosing, izoh qoldirib, obuna bo'ling. Xayr.